Baraka topkurlar, 100 marta aytaman, mana achchiq tosh. Shuni attorlarga kelsalaring, shuni mana sotilib yotibdi. Milk hammasini baqirtirib yig'latadi. Tushundingizmi? Bu teriga mana talqon qilsangiz, любой yarani ustiga seping, baqirtirib yig'latadi. Tushundingizmi? Mana achchiq tosh. Buni ezasizda, ezib turib qaynoq suvga aralashtiring, ha? Og'zingizni g'arg'ara qilib yuring. Stomatit bo'ladimi, yara chaqa bo'ladimi, milk shamollash bo'ladimi, yig'latadi. Tushundingizmi? Har qanday suvli yaralar bor-ku, suvli yara. Buni parashogi ham bor. Buni o'zingiz kuydirib olsangiz bo'ladi. Tovani ustiga, ya'ni skоворodkaning ustiga qo'ysangiz, ezib, u yorilib eziladi mana. Nima bo'lib ketadi? Erib ketadi. Erigandan keyin, sovgandan keyin o'zingiz parashok holiga keltirib olsangiz, bu kukun. Aptekada ham bor. Xullas, olaman desangiz. Bo'lmasa o'zini asalga aralashtirib, любой yara, suvli yarani ustiga, yazvani ustiga, teri kasalligi. Shuni yopishtirib bog'lab qo'ying. Ko'zini uyadi. Tushundingizmi? Yaralar. Pashshag'orda ayniqsa Surxondaryo, Qashqadaryoda pashshag'orda ko'p bo'ladi. O'shalarga. Ayniqsa tishlar uchun, milklar uchun benihoya yaxshi. Tushundingizmi? Stomatitlar uchun. Suvga eritib, g'arg'ara qilib yuring. Xo'p deng.